hoji aka, keling qo'ymadingiz. Serfarzand bo'lgim kelyapti, serfarzand bo'lgim kelyapti. Mana Alloh shuncha farzandni berdi. Endi keling bilan shuncha farzandga yarasha bitta katta uyga bir olib bermaysiz, maza qilib yashash uchun. Hozir siz bob, oilangiz bob shunaqa bir chiroyli uy obzorini ko'rsatib beramiz. Qani boshladik. Orada do'stlar like bosib, kommentariyalar yozib, bizga obuna bo'lishni unutmang. Biz ko'rib turganingizdek, mehmon kutadigan xonadamiz. Eng qiziqarli jihati, ko'p uylarda hozir yo'q. Bu ham o'zbekona, ham zamonaviy uy. Hozir ko'rsatib beramiz. Ko'rib tursiz, alohida TV zona, mehmon kutib oladigan, xohlasa oilangiz bilan ovqatlanadigan joy. O'zini balkoni ham bor. 5-qavatdan vidni qarang chiroyligini. Ana endi bitta joyga olib boraman. Qani ketdik. Mana men bu xonani Ruslanjon bitta ko'rsatib bering. Ya'ni yana bitta ovqatlanadigan joy, kuxnya. Alohida do'stlaringiz kelsa, alohida oilangiz alohida bemalol mana bu yerda o'tirsangiz bo'ladi. Stol alohida qilingan. Hamma kerakli jihoz o'rnatilgan. Kelib oilangiz bilan yashab bersangiz bo'ladi. Uy chiroyligini qarang, patologlari baland, hamma narsa rangi o'ziga yarasha qilingan. Uy kattaligini qarang. Kirish qismidan boshlaymiz. Qani ketdik. Kirish qismi kattaligini qaranglar. Xuddi bir podshoni kutib oladigandek uzun qilingan koridor. Oyna deysizmi, eshik deysizmi, domofon deysizmi, hamma zamonaviy, talabga to'g'ri keladigan narsalar o'rnatilgan. Shkaflar balandligini qarang, sifatga e'tibor bering. Qanaqa interyer, qanaqa dizayn, qanaqa uyg'unlik. Mana bu yer esa mana ko'rishingiz mumkin. O'zim ham adashib ketyapman. Hojatxona vanna bilan birlashtirilgan shakli. Kafeli chiroyligini qarang. Bu yer esa ajoyib katta oila uchun maxsus o'rnatilgan. Qarang, garderobni qarang. Serfarzand oilaga juda ham to'g'ri keladigan uy ekan. Agar u yoqayotgan bo'lsa, like orada bosib ketishni ham unutmang. Bu yer esa yotoqxona 2 kishilik, ko'rishingiz mumkin. Gap yo'q, rasmlarigacha aql bilan o'rnatilgan ekan. Hamma kerakli narsalar bor, qaytarib o'tamiz. Qani ketdik. To'xtamaymiz, uy вообще katta. Do'stlar, bu esa farzandlar uchun qilingan. Qarang, oralig'ini qarang, kengligini, alohida o'zining balkoni ham bor. Hamma narsa bor, qarang. Chiroyligini qarang. O'tirib dars qiladimi, narsalarni qo'yadimi, kravatmi, hamma narsa bor. Hech bola olib kelmay, kiyimingizni olib kelsangiz bo'ldi. Mana bunaqa. Yana bitta balkon. Bemalol farzandlar kofe ichib, maza qilib suhbat qursa bo'ladi, dardlashib. Biz esa davom etamiz sayohatimizni. Ana endi sizlarni master roomga taklif qilamiz. Kelinglar. Mana bu o'zingiz uchun hoji aka, keling bilan alohida tayyorlangan joy. Xohlasiz ota-onangiz uchun. Mana kirishimiz, kelinglar, hijolat bo'lmang. Mana kravat 2 kishilik, lyustrani qarang. Chiroyli, gap yo'q. Shkaf deysizmi, televizor deysizmi, konditsioner deysizmi, oyna deysizmi, hammasi muhayyo qilingan. Va o'zini ichida alohida sanuzuli ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Shoshilmay ko'rsating. Bu uy shoshib ko'radigan uy emas. Rangi qarang, qanaqa zamonaviy qilingan. Gap yo'q. Shunaqa menga bu uy yoqdi. Ana lider aytgandek, belosnejni uy ekan, e'tibor berdingizmi? Qani ketdik. Mana bu uyimiz. Ana endi sizlarga hozir asosiy ma'lumotni berib o'tamiz. Zalga taklif qilamiz, mehmonimizsiz-ku. Do'stlar, bu joyimiz Uzbumda joylashgan New Life JK 130 kvadrat metr, 5-qavatda so'ralayotganlar qimmat emas, 240 ming hatiga so'ralyapti. Yana savdolashsangiz bo'ladi. O'zimizning yaqinni uyi, oraga aralashib gaplashib berishimiz ham mumkin. Boya aytganimizdek, obuna bo'ling va pastdagi raqamlarga telefon qiling. Xudo xolasa oilangiz bilan, serfarzandli oilangiz bilan shunaqa chiroyli fayzli xonadonda yashab umr kechirishingizni hammamizga tilab qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.